Assalomu alaykum hammaga. Bu bola kim deb o'ylashayotganlar bo'lishinglar mumkin. Ismim Samandar va hozir ovqat yeyman. Bilmadim bu qanaqa g'alati ishlarga cringe tuyulishi mumkin, lekin anchadan beri video olish, samimiylik to'g'risida olmoqchi edim videolar, ya'ni odam o'zini qanaqa tutishi hayotda va umumiy qilib olganda real hayotda real gaplarni olib chiqish, o'zimni ichimdagi gaplarni. O'zi to'g'risi bu narsani keng dalada yoki qanaqadir tinch joyda qilmoqchi edim va o'ylab qoldim. To'xta, buni yana buni keyinga surganman. Yana keyinroq qilaman dedim. Keyin o'ylab qoldim, yo'q, hozir qilgan yaxshi. Hozir boshla, birinchi videoyini hozir qo'y, keyin yog'ini davom ettirib ketaverasan. Shuning uchun hoziroq ovqat qilayotgan joyimdaroq video olish maqsad qildim va olyapman. Bunga nima turtki bo'ldi? Bu narsa oldin menda bor edi, ya'ni o'zim video olib yurardim hayotim to'g'risida. Lekin hozirgina Temur Alixonovni videosini ko'rib qoldim YouTube'da, ya'ni yolg'izlik va ulg'ayish, shunga o'xshagan shu to'g'risida videosi. Va o'ylab qoldim, nimaga men shu narsani qilmayman? Nimaga shu narsani o'zim bilan birga amalga oshirmayman? Axir hamma narsa bor-ku. To'g'ri, hamma ham bu narsani xohlamasligi mumkin, lekin menda shu narsa oldindan bo'lib kelgan. Hayotimda narsalarni videoga olib berish. Bu narsa ham keyinchalik orqaga 5-6 yildan keyin, 10 yildan keyin ko'rish uchun ham foydali deb o'ylayman. Hoziroq boshlab oldim. Birinchi o'rinda bu samimiy video bo'ladi. Hamma narsa bilan bu yo'lga hech qanaqa fake montajlar bilan videolar qilmayman. Просто так men va kamera bo'ldi va dildan ichimdagi gaplar. Kim qanaqa tushunsin, menga umuman to'g'risi farqi yo'q. Bu narsa xohlaganim uchun qilayman. Agar qolgan fikri yoqtirmasa, iltimos ko'rmanglar menga to'g'risi. Ko'rsalar ham ko'rsalar to'g'ri foyda bo'ladi, lekin bu narsa hammasi o'zim uchun. Hozir kamerani ushlab o'tirsam, qo'lim olib ketdi, qanaqa ko'p ushlaganim uchun. Shunaqa gaplar. Xo'p, nima desam bo'ladi yana? Shu to'g'risi umuman o'ynagan vaqt qaramasdan ham futbolka ham eski futbolkada to'g'risi nima qilaman hozir yangi kiyim kiyib olib ovqatlanib oshxonada video olish uchunmi terlab yotibman, issiq. Bilasizlar, hozir judayam isib ketgan. Toshkentda issiq havo 50 ga ham chiqadi. Misol boshqa voha taraflarda 60 gradusga ham ko'rsatadi. Misol Telegram kanallarda ko'rib turibman. Shunaqa, endi tezroq ovqat tugatib olsam, sekin boshqa ishlarga o'tamiz. Lekin ovqat qilish ham qanaqadir menga yoqadi. Ya'ni bir narsa o'qib qolganman, ovqat qilish, tozalash, bu narsa bu ayollarning ishi emas faqat. Bu narsa universal. Ya'ni bu narsa faqat ayollar uchun ishlab chiqarib qilinmagan narsalar. Odam o'zi xohish bo'lsa, hammasini qilib ketsa bo'ladi. Men nimaga hammasini qilib ketsa bo'ladi? Men nimaga degan narsamni aytish esdan chiqib qoldi. Ya'ni odam ovqat qilib yoki nimadir pishirsa, tozalasa, yuvib idish tovoqlarni yuvsa, miyasi dam olar ekan. Ya'ni qolgan narsalar haqida o'ylaysiz, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz, ko'p narsadan yiroqda bo'lasiz. Ya'ni miyangizda qaysi bir neyronlari ma'lum bir muddatga dam olar ekan va relaks bo'ladi, ya'ni. Shunaqa. Shuning uchun bu narsani men ham habit qildim, ya'ni odat qilganman. Qanday ovqat qilsam, miyam ozgina tinchlanadi. Tashqaridagi o'z kamera olyaptim. Olyapti. Tashqaridagi hayotda ozgina bo'lsa ham uzoqroq yuraman. O'ylamayman.
shunaqa. Endi bir so'm bo'ladi. Bir so'm bo'ladi. Shunaqa hayot. Birinchi o'rinda samiminizm, ya'ni samimiylik. Masalan, hozir ko'chaga chiqsangiz, ko'pchilik yuzini burishtirgan, yo'l berish yo'q, samimiylik yo'qolib ketyapti. To'g'risini aytsam. Odamlarga bo'lgan, bir-biriga bo'lgan mehr-oqibat. To'g'ri, hamma bir-biriga mehr-oqibat bo'lishi shart emas tanimagan odamingizga, lekin tanimagan odamingizni ham yomonga chiqarish, ya'ni u vaqtda o'zidan o'zi yaxshi muomala qilmasligi ham noto'g'ri deb o'ylayman. Hozir to'g'risi judayam bardak hozir chunki to'g'rilishi kerak. Mayli bo'lmasam yana gaplashamiz. Hozircha shular.